الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey Allahqa, Allah'ның peygamberige iman etgan ve İslam şeriatige amel kıladigan kişiler, sizlarni qattiq azapdan qutquzadigan nihoyat ulug' bir tijoratga boshlab qo'yaymi? Allahqa ve onun peygamberiga bo'lgan iymoninglarda ching turinglar. Allah'ның dinini üstünlükke ega qilish uchun Allah yo'lida pul melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar. Bunda qilish sizlar uchun dunyolik tijoratdan albatta yaxshidir. Agar sizlar nimaning foydaliq va nimaning ziyonli ekanligini bilsanglar, Allohning bu amrini o'rindanglar.